Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana xudo xolasa keyingi obyektimiz ham tugadi. Jami 70 kvadratga yaqinroq, 67 kvadrat. Mana xudo xolasa ishlarimiz yaxshi. Bu yerda jindali qullar qo'yib bo'lib qo'ygan hisobiga. Endi o'nqir-cho'nqir bo'lib qoldi. Lekin mustahkamligi zo'r. 6-7 bo'ldi xudo xolasa. Buni mustahkamligi yaxshi. Mana tomon mana hech qanaqangi oyog'ida izi yoki bir mana bemalol qo'l kirmaydi mana. Hozir quyganmiz bu yerda mana. Yaxshi, qo'l kirmaydi. Mana mayllab qurigan mana. Mana. Agar shunaqangi tomchi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilsanglar, Vodiy bo'ylab, Andijon bo'ylab asosan xizmatlar ko'rsatib kelyapmiz. Telefon qilaverasizlar.